Yangi cho'ziluvchan modelimiz uncha-munchaga hajm bo'lmaydi. Xolos, siz shu modelimizning jenskisidan ham bir oyizlik olsangiz bo'ladi. Bular o'zimizda ishlab chiqarlar ekan. Okay, bularning o'zimiznikimi? Ammo ota-onamga haj safari uchun eng zo'rini olib borishim kerak. Hozir olib borsam, bolam qattiq ketsa o'zimizaniki deymanmi? Akajon, qarang, chet elda ishlab chiqarilganini nima, qayerda, qanaqa, kim ishlab chiqarganini bilasizmi? Yoki materiali qanaqa bo'lganini bilasizmi? Buni biz o'zimiz ishlab chiqarganimiz uchun ichidagi materiallardan tortib qanaqa tayyorlanishi, hattoki mana bu to'qimi, pistonlarigacha aniq ma'lumotga egamiz. Shuning uchun ham 100% ishonch bilan original musofir mahsulotlarni mijozlarimizga taklif qilamiz-ku. Endi siz ham choka bilib turibman, o'zingiz mahsulotingizni maqta sotaveryapsiz. Ko'rinib turibdi-yu. Ishonmasangiz, aka, xuddi shu videoni kommentariyasini bitta o'qib ko'ring. Hamma o'zimizning brend, o'zimizning mahsulotlarni podдержка qilyapti hozir. O'zlari kelishib ola qolsin. Yuring, biz jenskiy отделni ko'rib turamiz. Endi hamma nimamiz shu-da. Bo'ldi, siz ham o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Nimani tanlagan bo'lardingiz? Chet elda Xorazmdanmi yoki o'zimizning milliy brenddimi? O'zi buncha haj va umraga moslab, uy ona havosiga moslab ataylabdan to'g'ri chiqarganmiz-da, aka. To'g'risini aytadigan bo'lsam, menga ham yoqdi, endi ko'ryapsiz.